Kotyolimiz 25 kilovatli Viessmann Vitadens 100 modeli Germaniyada ishlab chiqarilgan. Kondensatsionniy VXD boiler funksiyasi ham bor. Boilerimiz Cosfin 80 litrlik Bazello. Bunda dishlamator qo'yilyapti. Bunda funksiyalari Wi-Fi bor, telefon bilan boshqarsa ham bo'ladi. Uzoq masofadan turib ham. Keyin gazni ekonom qilishi Xitoy kotyollariga nisbatan 2 baravar. Ishlash muddati ham Xitoy kotyollariga nisbatan 2 baravar. Narxi ham 2 baravar qimmat Xitoy kotyollariga nisbatan. Kondensatsionniy bo'lgani hisobiga dimoxodda plastmas turba chiqariladi hozir. Oddiy kanalizatsiya turbasidan. Unda issiqlikni 100% o'zida ushlab qolib, necha 100% dan ham ziyodini ushlab qolib, bitta bir ozginasini chiqaraveradi, faqat ugar musorlar chiqib ketadi. Boilerimiz resirkulyatsiya bilan ishlaydigan bo'lyapti. Mana kotyolda 25 kilovat Vitadens 100W